Masalan, menga bir voqea aytib berishganda, menga shu qattiq ta'sir qildi. Bir yigit uylangan ekan. O'zini ayolini juda yaxshi ko'rar ekan. Shu ishlash maqsadida Moskvaga ketgan ekan xullas. Shu yerda qurilishda ishlar ekan. Endi oilamni boqay deb o'sha rizq sababi bilan ketgan ekan. Ayoli uchun harakat qilgan endi. Qurilishda ishlayotganda tepadan yiqilib o'lgan ekan xullas. Keyin uni mayitni yuborishgan O'zbekistonga qaytarib. Xullas uni ko'mishgan bu yerda. O'sha ko'mgan birodarlar aytayaptiki, endi birodari ko'mdik deydi, do'stimiz deydi. Ayol endi yosh deydi, beva qolib ketdi deydi. Qiynalib qolgan deydi. Uni bari uylanish kerak kimdir deydi. Birodarlardan bittasi